Assalomu alaykum, qo'li shirin, tili shirin aziz obunachilarim. Keling birgalikda tvorojniy nachinka solingan pisochniy xamirdan pirog tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Idishimizga tuxumni bittasini chaqib olamiz. Qolgan 3tasini ko'rganinglardek, faqat sarig'ini olamiz, oqini ajratib olib qo'yamiz. Bizga hali kerak bo'ladi. Qo'li shirin qizajonlarim, agar bu resept sizlarga ko'plik qilsa, yarim porsiyanglar shu ko'rsatgan mahsulotlarimni yarim solib kamroq tayyorlashingiz mumkin. Chaqilgan tuxum ustiga shakarni solamiz, ozgina vanilin solib, yaxshilab 5-6 uzog'i 5 daqiqa yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizajonlar tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali, og'zingizda qoladigan mazali pirog bo'ladi. Endi tayyorlayotgan mahsulotimizga smetana soldik. Mana xona haroratida turgan margarinni soldim. Xona haroratida yumshoq bo'lib turadi. Birpasda mana shunaqa silikon lopatkada aralashtirib olamiz, bir xil holatga keltiramiz. Albatta o'zbek tilida yozmadim, nima mahsulot ketishini, video so'ngida hamma mahsulotda qancha ketganini, nima solganimni yozib qoldiraman. Endi elab tayyorlab qo'ygan unimizni sekin-asta solamiz va yuvilgan qo'l yordamida xamir qoramiz. Xamir unaqa qattiq ham, yumshoq ham bo'lmaydi, juda ham bir ishlashga yaxshi xamir bo'ladi, chunki margarin solingan. Qizajonlar tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. Juda ham og'zingizda qoladi, ayniqsa sovigandan keyin. Qizajonlar mana shuni nimaga ko'rsatib ketdim, shu yerda men un solganimda orada raznitel soluvdim. Raznitel ya'ni oshirma tuz, shu videoga tushmay qolibdi. Shuni ko'rsatib ketdim, sizlar sovarasizlar. Oshirma tuzni. Mana ko'rdinglar, shunaqa ajoyib yumshoqqina xamir tayyor bo'ldi. Qo'lga bunaqa yopishmayapti. Shu xamirni endi bitta kattaroq, bitta kichkinaroq bo'lakka bo'lib qo'yamiz. Bunaqa tindirib oshirish shart emas. Shuni chetga olib qo'yamiz va ichidagi nachinka tvorog tayyorlab olamiz. Tvorogga ham mana shuni quruqrog'ini oldim va boya ajratib qo'ygan tuxum oqini solamiz, ajratib o'lchab qo'ygan shakarimizni solamiz va yaxshilab bir xil holatga keltirib olamiz. Xohlasanglar shu yerda vanilin sovursanglar ham bo'ladi ozgina. Juda ham tezda tayyor bo'ladigan barakali pirog ekan. Bizning oilamizdagilar juda ham maza qilib yeyishdi. Mana shunaqa listga soldim, men pechda pishiraman. Endi katta xamir olamiz, qo'yamiz va qo'l yordamida sekin-sekin un sepib ochib olamiz. Birinchi perchetkada qilmoqchi bo'ldim. Perchetka yechilib ketaverdi. Keyin olib tashlab, qo'lni yuvilgan holatda qo'lda sekin joylashtira qoldim. Tili shirin, qo'li shirin qizajonlarim. Albatta bu pishirayotgan narsalarni avvalambor uyimga o'zim tayyorlab, yaxshi chiqqandan keyin sizlarga hech narsani bekitmagan holatda retsept tayyorlab ko'rsataman. Mana xamirni ochib oldik, tvorog solamiz. Ko'rganlaringizdek xamirni chetini ko'rdinglarmi? Bo'rtik qilib bundoq qaltiribroq qoldiringlar. Men sal chetini kichkinaroq qilib qo'yaman. Men xatolarimni har doim retseptlarda nima xato qilsam, adashsam aytib o'taman, bundan uyalmayman. Chunki bu retseptni tayyorlagan inson yana meni xatoyimni tayyorlamasin, qaytarmasin deyman. Chetini sal kamroq qilib qo'yman. Sizlar kattaroq chiqaringlar, chunki chetini qaltiramiz, xuddi balishga o'xshab. Endi keyingi kichkina xamirimizni oldik. Uni yordamida sekin-sekin juvalab ochamiz. Juvada mana shunaqa ochilib ketib qoladi, ehtiyot bo'linglar. Endi mana shunaqa varaq kesadiganda chiroyli qilib lentali kesib olib, videoni davomida ko'rasizlar, joylashtiramiz.
Tili shirin, qo'li shirin qizijonlarim, mana ko'ryapsiz, chetini sal kichkinaroq olib qo'yganim uchun chetdan chiqqanlarini joyladim, ulashga harakat qildim, lekin pishib chiqqanini bilinmadi. Sizlar sal kattaroq qoldiringlar chetini. Vilka yordamida ham mana sekin yopishga harakat qilaman. Hamma narsani iloji bor, o'limdan boshqa deyishadi kattalarimiz. Shuncha ilojini qilib joylab yubordim chetini, bilinmadi pishganda. Endi tuxum sarig'i bitta olamiz-da, ustiga surib, chiroyli qilib surib chiqamiz va qizdirilgan pechda men 130 gradusda pishirib oldim. Bir 30-25 daqiqa davomida pishirib oldim. Sizlar o'zingizlar gazinglarni, pechinglarni o'rtoqligida pishirasizlar. Juda ham mazali, og'zingizda qoladigan pirog bo'ladi. Bu pirog hozir issiqlikda kesyapman. Men har doim kanallarimda aytib o'taman. Issiqda ham ko'rsataman, sovuganda ertasi kuni ham ko'rsatamanki, qotib qolmaydimi, qanaqa holatda bo'ladi, obunachilarning bilishligini xohlayman. Bu hozir darrov pishib chiqqandan keyin 5 daqiqadan keyin kesib, issiqligida ko'rsatyapman. Issiqlikda kesish qiyin bo'lyapti, sekin idishga olamiz va maydalab sizlarga ko'rsataman. Mana issiqligida parlar chiqib turibdi. Tvaroglari yumshoq, xamirlari yumshoq, issiqqina. Hozir ozginadan keyin ertasi kuni kesganimni ham videoga olganman. Qizijonlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kommentariyada meni qatdan kuzatyapsizlar. Sizlarga retseptlarim yoqyaptimi? Shu haqida ham yozib qoldiringlar, juda ham xursand bo'laman. Bu ikkinchi kuni, ertasi kunga, ya'ni sovigandan keyin kesyapman. Mana juda ham chiroyli kesiladi, ya'ni sovigandan keyin sal qotadi tvaroglar. Juda ham 1,5-2 kunda yeyilib ketadigan chiroyli tvarogli pirog bo'ladi. Bizning oilamizga juda ham yoqdi. Men yana qayta tayyorlashni niyat qildim. Qalbi go'zallarim, tayyorlagan retseptlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, duolaringizni eslab qo'ying. Albatta, quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin.